Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Beliqut shirkati ovozida elinib, Beliqut to'g'ridan o'tildi. 15-bob. Yana bir oy o'tdi. Avgust oylari oxirlashib qolgan edi. Yangi qoqning bozorga kirganiga 2 haftadak bo'lib qolgan bo'lsa-mu, shaltoq miyoni go'li qoqlar bilan shakillanayotdi. Shundaqmi qadrdonning kunlari yugurib tomoq yegidek oldirashchilikda o'tmoqda edi. Qadrdonni 12 kun atrofida Shinjin, Dalian, Hangzhou, Xaynin davlatida o'ynatgan Song Jejong xo'jayinmi qadrdon bilan birga Shinjanga qaytib kelgan edi. Hozir u burunqi makoni muhojirlar mehmonxonasining maxsus bir yotiqida turibdi. Bu qitim qadrdon Fujian Anbuga berib, savdo dunyosining intayin cho'ng va cheksiz ekanligini his qildi. Anbu shahri quruq meva-cheva pishiqlab ishlash, mamlakat ichiga qaraganda chet elga eksport qilishi 50% dan ko'pragini egallaydi. Qadrdonning hayron bo'lgan ishlari intayin ko'p edi. Adnosi 8-9 tal pishiqlab ishlangan go'li qoqni olqandek sulyoq xaltaga selib og'zidan chaplaydi. 9-10 so'mda sotadi. Ularning qoq bilan ishlangan qoq qiyomi bo'lkisi. Qoq balish, shokolad, qat-qat, qoqliq pechene, har xil qoq konservalari qatorliq 40 necha xil mahsuloti dunyo bozorlarida olqishga erishgan edi. Bundaq mahsulotlarni ishlaydigan zavodlar o'z yerimizda bo'libmi qoq chiqargan nahiya yezillarimizda bo'lgan xazinasi. Dehqonlarimiz qanchalik beyib ketar edi. Kelgusida, yo'q, yaqin kelgusida, balkim pat orada o'z yurtida cho'ng ishlarni tayyorlashni ko'ngliga pukkan qadrdon büyük arzu-armanlar yükünü yüklep qaytib geldi. O kelipla qoq setilish uchun Janubiy Shinjongga yurib ketdi. Bu ishkinoya ham bir bo'z yer maydonining quruq meva-chevasini huddiga elib 5 oygacha to'shib tugutish vazifasini noylik yuk to'shish kolonlariga huddiga beribdi. Ular bilan mal qo'lga tekkandan keyin haq berish sharti asosida to'xtamlashib, oldin zakalat pullarini topshirdi. O Xotan shahriga qaytib kelib, hojatmanlardan bir qo'ro joy, yana bir yurish 3 eg'izlik bino uy setib oldi. Qadrdon ko'nglida oltinning bahosi tushdi-ki, uy zaminning bahosi tushmaydi. Chunki odam ko'paydi, yer ko'paymaydi. Xotanda zavod qurib qolsam, shu chog'larda asqatdi deb o'ylaydi. Shunga hozir uning Xotanda ish o'rinda uy zamini bo'lib, Namrat shahar kambag'allari va qo'li qisqa kadrlar o'ltiryapti. Qadrdon Urumchi kelibla G'arbiy diyor meva-chevish shirkatining kollek xo'jayini Jang Yongqing, Qo'ng'irtosh meva-chevish shirkatining po'chi boshlig'i Long Dato, Daxiyan meva-chevish shirkatidagi taqirbosh Yang Yingsallar bilan ayrim-ayrim to'xtam tuzishdi. Ularni 5 oygacha pokiz mol bilan ta'minlash vazifasini ustiga oldi. Qadrdon Janubiy Shinjongdan qaytib kelibla Yoqub hojim, Mahmud Sayg'oyan üçü birlikte do'stlikdagi 140 kvadrat metrlik uyga 50 ming so'mdan ortiqroq mol-mulk oldi. Hozir bu uyga kirgan odamning chiqishi kelmaydi. 8 metrlik mehmonxonaga to'ldirib silingan Hangzhouning qapartma gullik yeshil gilimi, 35 dyumlik rangli televizor, qo'sh yonatquliq o'yinolg'i, sovuq ham issiq havo tashig'ish. Mehmonxonaning to'riga ishkopdek tiklangan zanjirlik soatlar uyning hayvitini oshirgan edi. Balkonga qaraydigan butun bir tom aynak va uningga tortilgan suv havorang yepak pardalar, milliy naqshlar bilan bezalgan tom ishkop, eshiklar, eshik o'tirlariga bekitilgan gullik qopartma aynaklar, qatma-qat chamadon, shundaqla pay yostiqlar ustiga yepilgan uchburjak novat rang to'rlar, to'risqa qiqilgan sutrang do'lqinsimon taxtaylar. Xuddi chechakdek echilib turgan chiroqlar go'yoki xon saroyini asga soladi. Qadrdon
Song Jejung, Yang Mingsan, Long Dato, Jang Qinglar va ishkirdan kelgan bir qancha qoq savdogarlar bilan mushu uyda hafta oldi to'xtam tuzishib, bir kecha o'yin tomosha qildi. Bu oraliqlarda Asad Arvoh uni orqa-orqadan 3 qatim ranglik o'tirishga chaqirib, har millat qizlar bilan uchrashtirdi. Hozir Xiroyin qadrdonning hayotida kam bo'lsa bo'lmaydigan bir ko'ngil xo'shi bo'lib qoldi. Shundaqmi u bu rasvochilikning sirtqa yeyilib ketmasligini, boshqalarning bilmasligini tilaydi. Ammo Asad uning mushu ojizligini ching tutib olib, hadisi pul so'raydi. Pat-pat ranglik o'tirishni talab qiladi. O'z tepib kelgan qizlarning haqqini ko'proq berishga zo'rlaydi. Xiroyin elish uchun bergan pullarni qaqti-suqti qiladi. Qisqasi, qadrdon uning o'yinchig'iga aylanib qolgan edi. Asad Arvoh Xiroyinni dastlabda o'z yenidan chiqarib chektirgan bo'lsa, keyin qadrdon obdonlik kirishib qolgandan keyin, puling bo'lgandan keyin o'zing ol deydigan bo'ldi. Shuni u Sanshixonzdagi polo sotadigan Isxor ismli tunganni tunishtirib qo'ydi. Qadrdon har qatam oq bo'liq olganda Asadga qo'shib oldigan bo'ldi. Agar undoq qilmaganda u qandoq yerenimisan, o'z vaqtida meninkini chekmaganmiding deb yo'rkiraydi. Texi 4 kunning oldida bir ranglik o'tirish qilmoqchi bo'lib, ular ikkisi Isxorning polo xonasiga bordi. Qadrdon bir bo'liqini 300 so'mdan 5 bo'liq oldi-da, 1500 so'm tashlab berishi. Asadmo Isxorga vaqirdi. "Ha, men 5 bo'liq be." Isxor uning dinini qo'liga tutqizib qo'yishi. U 5 bo'liqni yanchuga solib, tala tarafga mangdi. Isxor kapli qilib uni tutib olishi Asad Arvoh. "Pulni menga berdi" deb qadrdonni ko'rsatib qo'ydi. Hatta ko'zining paxtasini chiqarib, "Ba degandan keyin bamamsa" dedi-da talaga qarab mangdi. Qadrdon g'azabdan yerilib ketgandek bo'ldi-yu, shundaqdimi yana 1500 so'mni Isxorga berdi. Ammo atisi atigan mehmonxonadan uzaydigan chaqda Asad qadrdonni tozliq uyiga akirib, qizlarning haqqini berib dedi. Qadrdon ikki qizga 500 dan 1000 so'm berib edi. Asad chichangishib ketdi. "Nima undaq yerini qilsa? Har birini 1000 so'mdan so'zlashgan bo'lsa, o'tgan kilagimi 500 dan bergan-ku. Ey galvan, malga o'xshamdi." Asadning tükürüklari qadrdonning yuziga chachirdi. "Bular sening shaltoq miyoni guli qoqlaring emas, xivoni o'rikning xorminlaridek tursa." Qadrdon amalsiz 2000 so'mni chiqarib berdi. Biroq qizlar mehmonxonaning koridoriga chiqibla qo'liga qatlab tutqizib qo'ygan pulni sanab ko'rganmi nima? Shu yerda varqirab ketdi. "Asadka bu nima qilganingiz?" dedi sapseriq bo'diri chashli qiz. "Siz er kishimi nima? Xazinasi. Nimaga lavzingizni tutmaysiz? 400 so'mdan kelishib, endi 300 so'm bersangiz qolmishimda?" To'qsini to'lgan qadrdon Asadning yoqasidan tortib bir mixtigan edi. Uning randi solgan taxtadek uruq dumbisi tamg'i go'ppida chaplashdi. Qadrdon uning mayda yanchug'idan qolgan pulni sug'urib elib, qizlarning har biriga 100 so'mdan tutqizib, qolganini o'zining yanchug'iga soldi. Rasma so'lamchi? Oq bo'liq erishtig'i qaqti-suqti. Endi buni ishtimi? Meni qo'ymoqchi bo'ldingmi? Qadrdon g'azab ochiqida qizdirib ketgan edi. Endi Yoqub hojimga demsa, xo'tanga berib ota-onamni chaqamsa, nim qisam-qi. Parvoyi pelak. Bundaq dakki-dukki yashab, menni to'ydi. Mana shu kundan boshlab Asad Arvoh o'zini tanishib qoldi. Yoqub hojim Mahmud Shaygiriyalarga deb, hatto ota-onasi xat yozib, qadrdonning bosh ko'targisiz qilib etish kerakmi? Uningda Asadga nima foydasi tega? Abbos Bojan bolasini o'rinchida turg'izmaydi shu. Uni xuddi to'paqni sopolga ko'ndirgandek tasli o'z kechkiga kirgizgan tursa. Mushundaqli bo'ldi qilsa.
bu chaqqichi ko'rsatgan tirishchiliklari xuddi mozorga yong'oq otgandek yo'qli bo'lmamdi. Durust. Asad boshliq chotni xato so'qqan. Har qanday iskanjiga olsammi, g'ing qilinmaydi deb haddidan oshiribdi. Endi qaram, qo'rqimsiz bu tavakkulchi uchidi kelsa bir chorak deb mursini chiqirib turibdi. Agar u bo'lmasa, bundan keyingi ranglik o'tirish, qizlarning haroq-sharab, oq bolaqning pulini kim ko'taradi? Endi uni kechki kirgizgidek yana boshqa biror amal chora bormadi. Birli usul bor. U bo'lsa Zul'ayga putlashtirish. To'g'ri. Bu O'smanxonning eng oxirgi va eng nozuk chorasi edi. Unuqda qadrdonni zodi qanday usulda putlashtirib yiqitish kerak. Bu Asad arvohning beshini qotirib turgan birdan-bir do'qol bo'lib qoldi. Bugun tushda oshxona xaridorlar bilan vaj-vajli bo'lib ketdi. Asad arvoh mulozim bola bilan putquli yerga tegmay tomoq to'shidi. Shiralarni surtdi. Chini qochlarni yig'di. Ammo uning xiyoli qadrdondan neri ketmadi. Oshxonada xaridorlar sal serikkandan keyin O'smanxon Asadni xos bilimga boshlab kirdi. U o'g'lining 3-4 kundan beri tishi og'riq odamdek chiroyining echilmig'ini nima vajdan ekanligini bilmay bo'ruqdun bo'lib yuratdi. Shunga u ko'chlar bergandan keyin Asad bo'lgan ishning berini ujur-bujurga so'zlab berdi. O'smanxonning dingil qoshlari lih-lih sakrab, oq seriq chiroyi dog' bo'lib ketdi. U o'g'lining o'ri ko'zlariga sinchilab qaragandan keyin beshini ko'tardi. Mening o'tganda degan so'zlarim esingda bormi? Bor. Yaxshi. Eng oxirgi chorani qo'llanmay bo'lmadi. Qaysi usulni qilib bo'la? Bir necha og'inangni biror oshxonaga jam qil. Yana qadrdonning og'inlarini chaqir. Shu yerda uni O'smanxon ko'zlarini o'ynatdi. Shu yerda uni qani qizig'idek ishchir. Biroq masbub qolmasin. Bo'lmasa Zul'ay bir yoqda, avu pipikbash bir yoqda uxlamasin yana. Lavlar atlik shaptoldek bu ser xotin manfaat, yuz obro'y, shuhrat uchun har qanday uyatsizlik va munofiqlikdan qaytmaydi. Ma ishning ipiga qog'ini ko'rmandigan. Asad onasi qaradi. Xotandagi heliqi ahad tavka, emir 3 barmoq, Ömer g'altaklab kip qopdika. Shularni bir chaqirib olish xiyolim bor edi. Heliqi danglik qimorbozlarmi? To'g'ri, shular. Ularni nimaga chaqirg'in kip qoldi? Qiziq kansa. Her qitim xotanga bag'inimda bir ish kun o'ynatib mehmon qiladi. Asad onsiq olaydi. Endi ular kelsa, qiyomatning mushkidek ko'zimni yummasam sattura? Qachonga chaqirsa? Kechki chaqiraymi deyman. Tushdan keyin dadam ikkimiz qarmayg'im yop bo'lamiz. Cho'ng onamning qizining to'yig'imi? Shundoq. Endi bir necha kun singling Zul'ay kassada o'tirdi. Oshxonaning umumiy ishiga sen mas'ul. Kassada meni o'tirg'izishga ko'nglim unmabdi-da. Hey, bir zambil poq. Nimandiq aqling ishlamaydi sening? Shuncha cho'ng oshxonaning xo'jayinligini kichikkina qizga tashlab qo'yib, ko'ngil qiynam-da. Ularning pichirlashib qilayotgan suhbati birdan uzilib qoldi. Chunki oshxonaga qadrdon kirib kelgan edi. O'smanxon bilan Asad arvoh chandurmay uning oldiga chiqib, cho'nqur salom bajo keltirdi. Qizim Zul'ay! Hey Zul'ay! Shap bo'l qizim! O'smanxon kassada turib varqirishi. Oldiga peshtonni tortgan Zul'ay yugurib chiqib, qadrdonni ko'rib qizarib ketdi.
Ammo shu hamon qopiqini turdi. Ana, bir ish bormidi? Zulay qasdan gepinib qochdi. Namak aldirash. Voy sening qizim, har qancha aldirash bo'lsangmi, Qadrdon akangga go'shtdan qilib bersan bo'lmaydi. O'smarxon Qadrdonni ishora qildi. Qani, o'z qo'ling bilan karomatingni bir ko'rsatgina. Bo'ldi ana. Zulay ishkirga tezli kirib ketdi. Endilikda Qadrdonga o'zi choy qo'ygan O'smarxon qosh ko'zini azimlatib so'zlashga boshladi. Voy sening Qadrdon, siz degan o'z o'g'limdek bo'lib qolgan bola. Men ati dadisi bilan qarmaydiki tuqqanlarning to'yiga bormoqchi. Biz kelib bo'lsa, Zulayning holidan obdan xabar olib qo'yasiz. Bo'lamdi? Chatoq yo'q O'smarxon acha. Zulaymo o'z sonindek tursa. Shu emasmi? Amsa pat kelib, holing nechik deb qo'yasiz. Albatta. Bu orliqda Asad Arva Dümchek bo'vaydek yengishib keldi. Qadrdonning uduliga kelib o'tirdi va yeyilgunicha Qadrdonning chinisiga choy qo'ydi. Ay, o'tgan kechdan texchilib botmab yuramsa, dedi Asad Arva. Hech qarorga ko'zing yo'q seni. Nədikine? Özün mayta atıp yesen. Qadrdon çeyini bir otlab qo'yib, chinini jahli qo'ydi. Men o'ncho'la adovatxo'r emas. Bunda qishda uka. Asad chertdi tikirdi. Xotandan 3 og'inam meni yo'qlab ketdi-ku. Ularni chaqirmamoqchi edim. Qatnash berasa? Bo'ldi qachon? Tushdan keyin soat 5larda. Nada o'tkazsa? Yaqin oradagi oshxonalarda ichimlik, chekinlikni qildirmaydi, dedi Asad Arva. Shunga Shaoshimindagi Tunganning tez tomoqxonasi bo'lgandek turdi. Haras, sen tunaydigan Odiyxon Lompuni chaqirib qo'yaymi? Obdan qilsa. Qadrdon ertesi soat 5larda Dönkörekka taksiyda ketdi. Chunki sorunni tangshilib qolgudek bo'lsa, Ladani elib ketmek ters edi. Texe, Shaoshimindagi oshxonaning oldida mashina qo'ydigan yer bo'lmag'achqa, Xalq kinoxonasining mashina to'xtatish maydoniga opirib yetishga to'g'ri keladi. Qadrdon Odiyxon Lompining gelam do'konda birdan paranglashib o'tirgandan keyin uni taksiyda elib ketdi. Yo'li bo'yicha Odiyxon Lompa bugungi sorunning mehmonlarining nom amalini so'zlab berdi. Tunagan Asad Arva qishim ketdi-ku, dedi Odiyxon Lompa. Mehmonlaring kimlar desam, Ahad Tavka, Emir Uchbarmoq, Ömer G'altaklar dedi, Arvoyim ushdi. Biroq sening ismingni chaqirib edi, bo'pti baray dedi. Ular nima odamlar? Davni qimorbozlar. Pulni chamadan, so'mkalarni ko'tarib yurib, shahar otlab qimor o'ynaydigan ola qanotlar. Laqamlarmi qolchiqni ularning. Ahad Tavka degani bolalik vaqtidan boshlab qimor tavkolarida umri o'tgan narsa. Shunga laqami Tavka. Emirning 3 barmoq deb otilib qolishi, 2 qo'lida 3 dan 6 barmoqi bor. Qolgan 4'ini qimorbozlar chanib etgan. Nemish qanday? Qimorda ustirib qo'yib, qarz to'layamisa, 10 ming so'mga bir barmoq kesidi. Mundoq degan. Endi Umar G'altak degunicha. Uning rivoyati bir oz o'zgacha. Umar bir qimorda Ahad Tavkaga 35 ming so'm ustirib yetibdi. Uning sirtini nurg'un qarzi borligini bilgan Ahad Tavka pulni to'ltanmaydiganligiga ko'zi yetib, Umar bilan baslashibdi. Ahad Tavka 5 metr uzunlikdagi yog'och ko'mirga o't tutashtirib, uni yalpigandan keyin
kıp-kızıl yalırdab çok ayrılıptı. Ömer hamma kiyimlerini silib etib, qip-yalang'och holda cho'g' ustida g'altakdak yo'linib o'tirib o'tibdi. Biroq uning butun badani cho'g'rib, suv ko'tarib, terilari shilinib kuyib ketibdi. Shuningdan beri uning laqimi g'altak bo'lib qolgan ekan. Şunu bilen Ahad Tavka 35 ming so'mni olmabdimi? Albatta olmaydi da. O'tda yumulansin, o'gizdan sakrab bersin yoki barmog'ini kessin. Ashu pul to'laganga hisob bo'ladi. Qarz egisining hardig'i chiqadi. Bu qo'ls yo'qlik bu. Abixon bilan Qadrdon oshxonaning ikkinchi qavatidagi xos bo'limga kirganda Asad Arvoh, mehmonlardan Ahad Tavka, Emir Uchbarmoq, Ömer G'altaklar kip bo'lgan edi. Ular bir-biridan hol ahvol so'rab, qo'l elishib bo'lgandan keyin joylariga kelib o'tirishdi. Qadrdon uch qimarvozning turqiga chandirmay ko'z tashirdi. Ahad Tavkaga kichik chog'larda shapoq yarasi chiqqanmi? Ishqilib qapqara hurrik qaplab ketgan beshida tangirik dengiyib turgan oq chashlar xuddi qora suvdagi oq o'rdaklarga o'xshaydi. Burni omiddak yo'g'on, lekin ko'zi to'limi kichik 40 yoshlardagi bu odamning do'p-do'grak semiz yuzi qizdirgan mis talangidek qizg'ush edi. Mana bu dixmoqqina Ahad Tavkaning suratidagi alohidliklar hisoblanadi. Emir Uchbarmoqning o'kidek holrang yuzi bakmi o'riq bo'lib, inchki agri burni ushluq emikidagi sapsariq to'lg'ich turgan bir necha tal soqolga qarab turg'ashqa, eg'izi burun ostiga cho'kib ketgandek ko'rinadi. Qishining tayini yo'q. Dum qapoqlar oldiga o'sib chiqqachqimi, ko'lrang qarchiqlari, ko'zlari jahannamda pildirlab turadigan 46 yoshlar chomisidagi o'ruq vijik odam edi. Ömer G'altakning cho'ng ko'zlarining qarchiqi rasli g'altakdek g'ildirlab zodil jim turmaydi. Yeli ustun, yeli ostin va atroflar zansilib xuddi bir kimdan evan izlayotgandek qiladi. Uning qo'qqosga yumlangan vaqtidagi botirlik iznolari bo'lsa kerak. Sapsariq yuzidagi cho'ng dog'lar peshonalarigacha qoplab ketgan edi. Bo'libmi, uning egiz pas Töşlerden qapqara tükle dirdeyip turgan burni ezilip ketken şaplıdak yüzünün yerimini egilip algan bulup, atlik kalfukları arkasıga öğürülüp turduğan 38 yaşlardaki egiz boy adam edi. Qadrdon pes ovozda shivirladi. O adam yaptidan bilinur degan rostganda. Kech soat 11dan o'tganda O'snarxon Jannat ne'matlari oshxonasining oldiga bir taksi kelib to'xtadi. Mashinaning oldidan oldirab tushgan Asad Arvoh orqa eshikni ochib, mo'ylab qolgan Qadrdonni yo'ladi. Bu orliqda saqlab turgandeklar Zul'oy paydo bo'lib qoldi. Qadrdon! Qadrdon! Uxlab qoldingmi? Turay o'rnidan keldik. Voy! Adamı tartışmışsan-ku, ne yanlış bulmuşsan? Özüm durman dedim-ku. Qadrdon mashinadan tushibla yiqilib tushgili tasli qolgan edi. Zul'oy kelgancha uning ballaridan qamallab oldi. Qadrdon qizning bo'yniga gera selib turishi. Asad Arvoh yana bir tarafdan yo'ladi. Meni qo'yib o'tinglar. Men nasib bo'lmasam, mana nimandiq chaplashib olsizlar. Qadrdon aka, yo'l yaxshi emas, dedi Zul'oy yelinib. Yiqilib tushsiz. Oy, siz Zul'oy-ku. Bu Dilqut xazinasi. Bu yerda nima ish qilasiz? Men uyda yolg'iz qo'rqib, akamning yo'lini saqlab turgan. Meni nega ketyapsizlar? Men yotqinib ketdiman. Qadrdon,
Dola kuşunu qilma. Vaqirdi Asad. Yo'lda necha qatim qusib, biyarim bo'lib ketganingni unutib qoldingmi? Shundaqdimi ketmasa bo'lmaydi. Yatqinni kecha sening holingdan xabar olgan odam bo'lsa, bizni ansirtib o'ltiray demsa? Mening qo'sqim oshqanda qilyapti-ya. Shu emasmi? Yo'lda necha qatim yondirib, olmagan bermagandek bo'ldi. Asad arvoh terlab ketgan edi. Zulay og'zini tetig'idek ochiq-chuchuk bir ming qitbasi. Kecha yeningda xabar olmasa bo'ladi. Akisining ikkisi qadrdonni yo'lab arka hovlining eng chetdagi Zulayning hujrasiga elib kirib supaga o'tirg'izdi. Angacha Zulay gelam ustiga ko'rib selib, pay yostiqni qo'yishi. Asad qadrdonni asta yotqizdi, kostyumini soldirib, oyog'ini pastga targ'i tashladi. Zulay, sen tayyor cho'pni sepla, xo'rishlarini tanshab akirgan bo'lamdi. Ma'qul aka. Zulay yugurib chiqib ketdi. Qadirda. Osh qo'shsa uxlab qolmadimi? Dedi Asad o'lik varqirab. Men Zulayga chiqib qarshi beray. Asad oshxonaga chiqqanda Zulay tayyor kesma cho'pni qozonga amdini solgan edi. Atrofidagi kichik taqsilarda to'g'ralgan go'sht, samsoq, osh ko'ki, yangi qatorliqlar turardi. Zulay, men bek charchab ketdim. Kirib uxlayman. Amsa qadrdan sana qoldi. Baxtini tutib qilish qolmaslik o'zingga bog'liqchimi? Uyi aka, nima deyapsan? Hozir uni Oybeliq degan bir qiz aylantirib ketyapti. Buni aylantirsa aylanmayapti. Gapimni tushundingmi? Bugun o'zing turgin bu. Aka, nima set gap qilsa, mas'ul qolsa jura? Ajab. Vaqirdi Asad. Men sening g'amingni yo'qotma. Birer ay o'tmay, ular to'y qilsa, beshingni tosh qo'rg'ini bilan o'rnilganmaydi. Shuna, bugungi fursatni sen uchun o'ylab topdim. Lekin u meni yaxshi ko'rmaydi. Buni u uchiq degan. Happalle, yaxshi ko'rmaganligi uchun shunda quvvat emas. Yaxshi ko'rgan taqdirda bunda ovorchilikning nima hojati? Sen bilmaysan aka. Qiz yig'layapti. U yaxshi ko'rgan qizning qo'lining uchini tutmaydi. Tutmaymish. Asad bo'g'ziga kelgan gapni yo'tibatdi. Lekin u hozir emas. Yaxshimi, yomonmi? Uzmi, satmi hisoblashib o'tirmaydi. Mana qarabmi qo'yishchi. Qiz bola deganning ne shirin tatliq gaplari. Alomat lazzi xulus mazlari bo'ladi. Shularni ishlatmamsa. Shu chaqda buyurdek etimizni men bir ko'ray. Men ishonmayman. Zulay bir chaqdagi ko'zini yumib, uning suyishni taqozolik bilan kutganini esladi. U bunday ishlardagi cho'nqur o'ylaydi. Shu chaqda ilmon bo'lsa, shaytonning qo'zg'ig'idek ishlarni qilmamsa, bu meni satchilik. Men unda qilmayman. Zulay yig'layapti. Ammo u jon qilgan qattiq ovozdan cho'chib ketdi. Aksi cho'ng to'mir sopliqni yerga otgan edi. Divan, bugun kecha qadrdonni o'zingga bog'layolmasang, onam seni xotandagi otasining o'g'li turdi gachiga berib o'tmoqchi.
Aman bilen de. İşemmisan kelgeni sonra. Burettir. Asad qozondagi so'yqashni cho'ng ko'rib o'sdi. Agar qadrdan uxlab qolgan bo'lsa, o'yg'otgan. Men o'zim o'yg'itib beraymi ya? Ya bo'ldi aka, sen aramal. Sulayning ovozi to'lmi past edi. Quloq bo'yinlirg'icha o'tqashdek qizirib, ko'r tutgan qo'llari so'z titrab atadi. Mangasa! Asad arvohning ko'zlari chekchaydi. Agar bugun mushu aptik fursatni qo'ldan berib qo'ysang, bundan keyin mendan ranjima, ha? Sen uchun hayotimni do'g'ri tikib, beshimni yerini vermayman. Zulay akisining chechi orsidan ko'rinib turgan qizg'ush tatiqqa lappida qarab qo'yib, oshxonadan chiqib ketdi. O o'dirsiz kirganda qadrdan o'ngsiga yotganicha bo'sh pushuldab uxlamoqda edi. Zulay palchilla ishtinni. Ko'psini sergitib, tamdagi aynakka qarab, yuzini olqiniga ilib oldi. Chunki yangsiz oq mayka. Qizig'ini kelmaydigan qizil kalti ishdan. Qisqasi, oppoq yumurun badani. Mermerden uyulgan mabududek chiroyli teni o'zini namoyon qilib parqirab turadi. U xuddi birovlar o'ziga tikilib turgandek darhol podachilar ishtinlikiydi. Ondan aynakka birli qarab qizarg'indan ko'pchisini kiyib oldi. Lekin Zulay ko'rdiki oshni chiniga ambili usaylab turishi. Akisining yelili g'azabdan titrab turib aytgan so'zlari quloq tuvida yangirdi. Bugün kecha qadrdonni o'zingga bog'layolmasan, onam seni turdi gachaga berib o'tmoqchi. Dod, u to'y qilsa, beshingni tashqi urg'uning bilan o'rniga kelmaydi. Zulay o'rnidan turib ishtinni, ko'psini soldi. Ondan yana qo'liga oldi, yana tashladi. U bu harakatini bir qancha qatim takrorlab, oxir chiniga tomoq qusdi. Ve gözlerden taramlap yaş dökken halda Kadirdan'ı oygattı. Kadirdan, gözünüz içine, ben Zulay. Vay, adamını uxlatmay. Sizge tamak pişirip et geldim. Boldu kılına. Kadirdan kolunu kötürşi, çini deyip getip, aç davalgıp, azırak tökülüp ketdi. Uçirim. Sulayning ansiz varqirib yetishi bilan cho'chib ketgan Qadirdan ko'zini lappida ochdi. Sizga nima bo'ldi? Ajab qo'rqitib o'tdingiz. O'shda yurayotgan tasliq qoldingiz. Makfin ko'zlari erishib turgan Qadirdan Zulayga qaragan bo'lsa-mu, lekin ancha diqqat qilmayla ko'zlarini yumdi. Biroq nemadir bir narsadan cho'chigandek bo'ynini shartli qayirib Zulayga qaytib qaradi. Ko'rganlarga ishonmagandek ko'zlarini o'g'itib yana qaradi. Rasululloh yerim yalang'och Zulay yanada chini tutgan holda tizilib o'tiradi. Siz nimada yanglish bo'ldingiz? Oshxonadek issiqqa tamoq atkichi sip ketdim. Asatkamchi uxlab qoldi. Zulay qo'shiq bilan chinini qo'liga oldi. Turma, boya qo'rsqim echib ketdi deb aytdingiz. Qadirdan Zulayning yordam bilan ikki yostiqqa yo'linib o'tirdi. Uning ko'zlari elishib, besh qiyib turadi. O Zulayning qo'shiqda ishirib qo'yishi bilan xo'rishlari tangsilib, osh ko'killari go'pildab purab turgan suyiqashdan bir chini ichib etib, orqadan yana yerim chiniga tutish qildi. O'zimi sal yeniklab qolgandek bo'ldi. Zulay har qatim qo'shiqni uning og'ziga taniganda, oppoq maykisi ustidan do'p-to'g'rak ikki ko'ksi ko'rinib qoldi. Bu hol mas Qadirdanni texmi bearam qilibdi. Zulay bekarlangan chinini yelim ustiga qo'yishi. Qadirdan uning qo'lidan asta tortdi. Qizmo teliqibgina siljib yaqin keldi.
u ixtiyorsiz yigitning ko'krigiga beshini qo'yishi. Qiziq olqonla Zul'ayning yalan badallarini asta silashga boshladi. Siz isib ketmabsiz qizchaq. To'ngib ketibsiz. Qarang, bilaklaringiz koshko'zdan chiqqandek bo'lib ketibdi. Ras, to'ngib ketdim. Zul'ay qadrdonga chin yepishdi. Ular sinoyin bo'lib yostiqqa tam bosh qo'ydi. Qadrdon adyolni birla tatgan edi, ikkisida ko'rinmay qoldi. Aradan uzun o'tmayla Zul'ay vah qilib vaqirlatdi. Ammo shu hamon eshik taroqqa echilib, Asad g'azab bilan kirib keldi. Gelamsilingan supug'i chiqdi. U adyolni birla tatgan edi. Ularning bir yerga kelib qolgan beshi bilan yalang'och murillari ko'rinib, Bilqut xazinasi. Chunki har ikkisi adyolni chin qamoqlab olgan edi. Qadrdon, nima qildi? Olamdan xabar olgan kichikgina qizg'ini boshqacha qildingmi? Nimasiz? Asad qo'llarini shaltig'icha varqirmoqda edi. Sen yaxshilikqa shunday javob beramsan? Xudo, Xudo, onamga nima deb javob qilama? Xap. Tangasın qani. Saqchil bo'lmasam zodi. Asad guz tasdig'icha chiqib ketdi. Qo'rqish, pushaymon azobida mastga nalargadir yo'qolgan qadrdan o'rnidan turgancha kiyimlarini kiydi. Zul'aymo ta'tur qarg'inicha ish kiyim va ishdan koptullarini oldiga tortdi. Ammo ko'rpidagi qizil doqqa ko'zi tushishi bilan har ikkisi qizarib yerga qarashdi. Zul'ay darhalla adyolni tortib ko'pini yepivatdi. Siz akamni shabigamay chiqib keting. Lekin qo'rqib ketmang. Ma'qul. Qadrdon putining uchiga dasab o'ylig'i chiqdi. U oshxona ichi bilan chiqib ketishni biat ko'rib, qo'sh qanotli kichik darvozaning kiltonini amdini chiqarib turishi. Asad osmonmayki bilan hujrasidan chiqib, o'yli o'tirsida putlarini kerib turdi. Qadrdon, kechida ostiga chiqib ketsan, ish tugaydi deb o'ylamsan? Asad yerga shaloqqida tikirdi. Bu degan bir qizning umrlik taqdiri ishkanligini bildingmi? Kiyim-kech kuni tayyorlab qo'y. Biz ata soqchini ko'rishaylik. Bo'ldi Asadga, soqchi borma. Men o'zim qilgan ishga oxirgacha ega bo'laman. Yo'q, borma desang, buningga mayli. Ammo Zul'ay rostla baxtsiz bo'ldi. Qadrdon darvozadan chiqibla, deb cho'nqur tindi. O yugurgunicha yo'lning u tarafiga o'tdi. Musofirlar mehmonxonasining cho'ng darvozasi taqalgan. Qorovulxonning oldidagi kichik eshik yepiq turibdi. 40 yoshlardagi qorovul derazadan qadrdonni ko'rib, eshikni ochib bergili sirtqa chiqdi. O'tirishdan kelishingizmi? Dedi qorovul eshikni ochib berdi. Taza o'tirishlarda, Tamı süzülüp kaptı. Bir ağaynimizden tug'ilgan kun marikasiga borgan. Qadrdonning ko'nglidan bir ish kechdi bo'g'ay qorovulga qaradi. Abuzka, cho'ng darvozani ichivatsangiz. Nemishqa? Bu kechida endi bir yer boramsiz? Yoqub hojim Olmutog'a bugun saharda yuk tatmoqchi, dedi qadrdon. Ona berdigan bir narsa bor edi, darhol opirib hamsan bo'lmaydi. Shuni kechida yenib ketgansizda. Bo'ladi. Darvozani ochib. Qadrdon yotog'iga kirmay, o'yidagi lodani o't oldirib, darvozadan chiqib ketdi. Uni qo'rqinchli jigish xiyollar rahimsiz panjaralarda siqmoqda edi. Asadning zo'rlab, yolvorib, xo'shamad qilib, maqtab yurib ariq ichirishi ko'z oldidan zodili ketmaydi. U zodi nima uchun qadrdonni yotqiga akirib uxultib qo'ymay, Zul'ayning hujursiga elib kirdi. Texe
bu qizning kiyimlarini silvetib o'tirgan nemisi? Zulay akam uxlab qoldi degan edi. Ammo u marab turgandekla ustunab kirib qoldi. Bu asli Asad arvohning o'yinlari ishkanda. Nemishqimi baldırlaraq uyqusi içilmaganda. Qarab turib, uning qo'ligan o'risiga putsan bo'lib berganini qara. Endi bu arvoh Qadrdonning beshida yangoq chiqishdan yanmaydi. Uning maqsad nishonimi shu emasmidi? Qo'rqinch, tahdid va vahima selish orqali yanchiqni qo'llash, sevib ichish, yelkini sho'rash. Mana endi Allah'ın qismoqqa dashatdan deb qiyqiniq batmay o'ltirganda. Bu qatam Qadrdonni qari bosdi. Qari bosgandimi taqdir iqbolini ostin ustin qilayotgandek qari bosdi. Ochiq ham o'kinishlik xiyollar bilan Lada dajaygo'ga yetib kelganini bilmayli qoldi. Qadrdon aholi ko'chalardan aylantirib tor ko'chada to'xtadi. U ko'k sirlangan temir darvozani qeqishga boshladi. Yoqqa! Ey yoqpajim! Darvozni ochma! Bir chog'larda porlashib ketgan ko'zlarini chimchiqlatganicha Yoqpajim darvozani ochdi. U Qadrdonni kirgizib yetib darvozaga qaytadan qo'lib soldi. Ular uyga kirgandan keyin ko'zini texnichil ocholmayotgan hojim tomdagi to'rbini echib sovuq suvda yuzini yuvdi. Ey, sening kechirikan qachon tugaydi? Dedi hojim ochiqni oralli besib. Har qancha odam o'lgan ish bo'lsa-mu, kun chiqqandaroq kasal bo'lmamda. Men tugashdi hojimku. Qadrdon yig'lab aytdi. Ishimga sig'dirolmay kechida kelishi. Yo'q hojim. Qadrdonning holining xarob ekanligini ko'rib sagaklashdi. To'xtamda biror savallik yuz berib, bir necha 100 ming so'm qo'yilib ketganligi yoki o'g'ir bulanchiga yo'liqib, pullarni siyirib, supurib, g'ansi jesa bo'lib qolganligi degandek xilma-xil andishilik xiyollar ilkida olamni bir kezib chiqdi. Shunga u olmon-talmon o'rnidan turib, Qadrdonga lo'ngin tutqizdi va nemish yuz berganligini so'radi. Qadrdon yoshlarni surtib, o'zini sal besib olgandan keyin tuninki o'tirishdan boshlab O'smarxon qo'rosida bo'lgan ishlarning hammasini, hatto bu chaqcha Zulay bilan bo'lgan mo'kim-mo'kalarni olib qo'ymay so'zlab berdi. Yoqub hojim anglagan sari yemikidagi o'smagan soqolini chimlib, o'ng-tinsiz o'ltirib ketdi. U bir chog'da ochiqqani kulib Qadrdonga qaradi. Ular seni o'zimdan beri pilollab kelgan qiltoqqa dastibdi, dedi hojim ta'addi bilan. Endi Zulayni olmasang zodi bo'lmaydi. Qonuniy javobgarlikdan qutulolmaysa. Nima shundoq o'ylagan? Qadrdon asta g'udonshidi. Agar Zulayni olmasam, Asad arvohning meni qo'qsanan qilib o'tishdan qutulolmayman. Ahvoldan qaraganda O'smarxon va Asadlarning sening pulingga ko'zi tushgan. Shunga bank cheklarining hammasining maxfiy nurini yezib berib, men akilib ber. Agar Zulay bilan to'y qilgan taqdirdami, uy ijara edib o'tirginki, do'stlikdagi uyning gapini qilma, uqtimi? Manfaat ustiga qurilgan turmush, kun ustiga selingan uydek umr ko'ti bo'ladi. Uqtim. Agar O'smarxon chaqirib qolsa, uning to'limi muloyim, siniq, adabli muomala qil. O'zlarini uzundan beri o'z onamda ko'rib keldim deyishni unutib qolma. Ammo Asad pul so'rasa berginki, uning orqasidan mangma. Mubodo bir qadam mangdumi bo'ldi. Umr voqea azob kishanlarga bo'g'ilib, hargizmi qutulolmaysa. Qadrdon Yoqub hojimga yoltidi qardiyu darhol beshini tuvan soldi. Chunki o'zi ansirab turgan gap hojimning og'zidan chiqqan edi. Agar bundoq ogohlantirish 3 oy ilgari signal bergan bo'lsa, Qadrdonning putlari hozirgidek patqoq petib qolmaydi. Xayriyat.
chiqqan ko'z o'rniga kelmaydi albatta. Belq şirketida ovozga ilinib, Belq to'rida antilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun musharga anlatdik. Davomini atidagi anglashimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.